Demak, Fotiha surasining harflarini hisoblab chiqdik kecha. Fotiha surasining har bir harfiga Alloh taolo kamida 10 ta savob bersa, uning ziyoda bo'lishi ham bor. Nima uchun? Ixlosimizdan u. Ixlossiz o'qisak 10 ta beradi Alloh taolo, aniq. Ixlos bilan ijobat bo'lishligiga ishongan holatda qalb siniqlik bilan o'qiganga Alloh taolo 700 barobargacha berishligi mumkin. Bir marta Fotiha surasini o'qiganda hisoblab chiqdik, taqriban inson bir marotaba Fotiha surasini o'qisa 1400 ta savob oladi. Va bir daqiqada biz aytganimizdek 5 marta o'qishlik imkoniyati bor. O'zim 5 marta o'qiganman. Demak, bir daqiqada inson 5 marta Fotihani o'qisa 7000 ta savob oladi. Bugun vaqtimiz tez o'tyapti. Internet tarmog'iga kirsak soatlab kirgan